Nega unaqasiz? Qanaqa? Ertalabdan kechgacha ishlaysiz, mehnat qilasiz, pul topasiz. Lekin ustingizda 3 yil oldin olingan futbolka bilan yurasiz. Eskirmagan-ku. Nega unaqasiz? Oyda bir marta choyxonaga borasiz, lekin shunda ham nima yesangiz bizga ham ko'tarib kelasiz. Sizlar ham yeyli deyman-da. Endi turmush qurgan vaqtlarimiz sochingizda bir dona ham oq tola soch yo'q edi. Hozir ancha ko'payib qolibdi. Nega xafa bo'laman? Yashayotgan bo'lsam, sizlar uchun, ota-onamning xotirjamligi uchun, sog'lig'i uchun yashayman. Shu narsalarga sochim oqarayotgan bo'lsa, men roziman. Oqarsa oqaribdi. Ha. Mana pullarni olib qo'y. Faqat o'zingga ishlat. Iltimos, o'zingga. Agar ruxsat bersangiz, men bu pulga bir narsa olmoqchi edim. Nima? Uzuq. Magnolia Silverdan. Oyatal kursi yozilgan, sof kumushdan yasalgan, juda ham chiroyli uzuq bor. Original faqat ularda bor ekan. Shunga sotib olsam maylimi? O'zingdami? Oyimga. Yo'q. Olmaysan. Chunki men olib bo'ldim. Anchadan beri niyat qilib yurgan edik. Men oyimga sovg'a qilganimdan beri, to'g'rimi? To'g'ri. Kechir. Shu joyda e'tiborsizlik qilganim uchun. Kechirding?